Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarimizdan hadis rivoyat qilib aytadilar. Rasululloh alayhisalom aytgan ekanlar: "Ey ummat" degan ekanlar. "Hech qachon ehson sadaqat bilan puling ozayib qolmaydi" degan ekanlar. Mana cho'ntagida 10 dona pul bo'lsa, 2 donasini bersak 8 ta qolganga o'xshaydi. Yo'q. U nabarot, bil aks, teskarisi, aksincha ko'payadi u. Aytdilarki, bir boy odam o'rtoqlari o'lib oz o'rtoqlari qolganda qo'rqib ketib, bir ulug' zotning oldiga borib, tengdoshlarim o'lib ketyapti. O'ta boyman, juda pulni yaxshi ko'radigan odam ekan. O'rtoqlarim o'ldi, hamma yo'q qolib ketdi. Men ham o'lsam qolib ketadi. Shunga nima qilsam billa men bilan jo'natasizlar. Deganda yo'li oson degan ekan. Qanchasini olib ketmoqchisan desa, hamma yo'qni olib ketmoqchiman desa, unda hamma yo'g'ini ehson qilib degan ekan. Billa olib ketasan degan ekan. Hozir mashinga kirib 1000 so'm tashlagan odam ana shu 1000 so'm siz bilan ketadi. Cho'ntagiga qolgan bir pachkadan tashlagan bo'lsa 99 tasi qolib ketadi o'sha. Mashinda tashlagan 1000 so'm qoladi. Qolib ham abadiy qoladi. Abadiy qanaqa? Masjid 200 ming yil tursa 200 ming yil sizga savob borib turadi.